Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank Hudud filialining navbatdagi tadbirkorlar uchrashuv kuni. Uchrashuvimizda oldin tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Hozirgi kunda yangi kredit liniyasi ochildi. Bu ko'pchilikning hali xabari yo'q. 4-5 kun bo'ldi ochilganiga. Bu 18% yoshlarga oid davlat dasturi doirasida yoshlarga kredit ajratish. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xatlar yoshlar hisoblanadi. Yoshlarga 18% 5 yil muddatgacha 12 oy imtiyozi davri bilan kredit liniyasi ochildi. Endi oilaviy tadbirkorlikda beriladi. O'sha 18% doirasida, ya'ni o'shani summasini oshirib 100 milliongacha qilib tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yangi liniya ochildi. Buni yana bitta qulaylik tomoni bor. Qulaylik tomoni tadbirkorlikni yo'lga qo'yib rivojlanganigacha 3 oygacha bank foiz olmaydi.